Kecha gilosni videosini qo'ysam, ko'pchilik akalarimiz narxi juda ham qimmat debdi. Ko'rib turibsizlar, 3 metr joyda 3 dona ko'chat estirilgan. Ko'chatdan o'shanga yarasha olib keling kamerani mana. Xudo xolasa ildizlariga bahoni berib o'tirasizlar. Do'stlar, mana xudo xolasa 40 ming so'mlik variantimiz. 40 ming so'mga arzisa kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketinglar. Xudo xolasa zo'r sortlari Skina, Lapis, Svitariana xudo xolasa. 3 donasini holatini ko'ringlar mana, ildizini qaranglar. Dastavkalarimiz xudo xolasa dunyo bo'ylab. Bizga ko'pchilik yozyapti, Qirg'izistonga dastavka bormi debdi, Tojikiston, Afg'oniston. Albatta hamma davlatga dastavkalar yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Holatlari aynan shu holatda boradi. Bu 40 ming so'mlik variant. Endi 30 ming so'mlik variant qanaqa bo'ladi deganlarga mana ko'rib turganlar 30 ming so'mlik varianti, lekin bu ham ancha-muncha ko'chatdan baquvvat. Bular mana 40 ming so'mlik variantiga kiradi. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga bog'langlar, ob'yomda bitta ko'rsatamiz. Holatlari go'zal holatda. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Ko'pchilik kanalga obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Kanalga obuna bo'lsanglar albatta ishonchli sifatli ko'chatlar chiqazib boramiz. Birinchi bo'lib xabardor bo'lib turasizlar.